Ha? Ana o'rtog'ingiz yana qayda bordi? Nima? Voy so'tagi. Qani yurchi? Ne xafa qilding? Qizsa senga vashi yarashmayapti. Mazga sigaret chekyapsanmi? Hey! Xo'p, ne ajrashmoqchisan? Ayblari juda ham ko'p. Eng asabim buzadigani oyog'i sasiydi. Hali ham qolmadim bu odating. Choyxonaga borganda ham krasovkingni yetsang, oyog'ing gapirgandan atmosfera o'zgarib ketardi. Manga qara o'rtoq, sen o'zing seningni bil, ovqatni vashi bemaza qiladi. Kirishni ham bilmaydi. Dazmolni aytmasa ham bo'ladi. Dazmolni hali ham o'rganmadingmi? Meni ham 4 ta ko'ylagimni kuydirib tiqqansan. Musurga. Aka, o'tgan kuni o'rtog'ingiz yarim kechasi 12 da ichib keldi. Nima? O'rtoqni kuni ikkalamiz birga o'tirdik-ku, o'shani aytyapti. Endi yigitchilikda bo'lib turadi-da. Boshqa unaqa qilmagan. Xo'p, jo'ra. O'rtoq, ana kuni sening mendan so'ramasa qayergadir ketib yoribdi. Ana kuni tez kiyinib chiqib bitta joyga o'tib kelamiz dedingiz-ku, o'shani aytibdilar. Endi bir bo'lgandir-da. Eringdan so'ragan. Aka, eng yomoni men bu o'rtog'ingiz. Akangga ishonmasdanmi? Akang g'irt chumon, maktabda ham urib yurardim dedilar. Aka bo'ldi. Bo'ldi aka. Qo'yib yuboring, bo'ldi. Erim o'ldirib qo'yasiz. Nima? Hozir o'zing yomonlab turadigan. Bor aralashma. Sen nima xotirimga baqiryapsan? Sening bo'lsa o'zingga dashman bunaqa baqirmayman. She. Nimaga o'z bizning tinch hayotimizga aralashasiz? Nima? Qani chiqib